Shu hasad tufayli ko'p gunohlar, ko'p kelishmovchiliklar qo'ydi chiqdilar paydo bo'ladi. Musa alayhissalom yangi payg'ambar bo'lib, Alloh bir mo'jiza asoni berib, o'sha mo'jiza bo'lgan aso bilan ketayotsalar, yo'lida bir zot ko'rindi. Odam desa unday odamga ham uncha o'xshamaydi. Siz kimsiz dedi Musa alayhissalom. Men Azozilman avvalgi, hozirda mal'unga aylangan shaytonman. Oldimdan kessin deb Musa alayhissalom asoni ko'rsatuvdilar, shayton kuldi. Ey Musa, men aytyapman-ku, Azozil edim, shaytonman deb. Men bu asodan qo'rqmayman. Jannat va do'zaxni ko'rgan shaytonman. Allohning eng yaqin suyukli bandalaridan bo'lgan, behisob farishtalarning ustozi bo'lgan shaytonman. Men faqat qalbi sof odamdan qo'rqaman. Qalbi sof odam duosi tez mustajob bo'ladi. Agar 1000 ta odamning ichida bir qalbi sof bo'lmasa, 1000 tasini bir pasda adashtiraman. 100 tami, 10 tami shuni ichida bitta qalbi toza, sof bo'lsa, adashtira olmayman, ularni oldiga yaqin bora olmayman. Qalbi sof odam kim? Hech kimga hasad qilmaydigan odam qalbi sof odam. Ey Musa, nasihat qilaman, eshitasizmi dedi. Ya Rabbi, shayton menga nasihat qilmoqchi, eshitaymi? Eshiting dedi Alloh. Adashtirgani kelganda men to'xtatib qo'yaman dedi. Ayting. Hech qachon takabbur bo'lmang. Kibr hamma ishni xorlikka olib keltirib qo'yadi. Toatga bino qo'ymang, hali qabuli bo'ldimi, bo'lmadimi bilmaysiz. Ilmingizga havolanmang, u foydali ilm bo'layaptimi yo nofoyda. Bino qo'ydim toatimga, ilmimga havolandim, hech kimni mensimadim, shayton bo'ldim. Kimki takabbur ekan, oxiri xor bo'ladi. Ikkinchi so'zim, hech kimga hasad qilmang. Dunyoda hamma balo, hamma janjal, urush, hatto qon to'kilish hasad tufayli bo'ladi. Otaylar odamni o'g'li ukasiga bo'lgan hasad tufayli ukasini o'ldirdi. Shu bilan yer yuzida qon to'kilish, odamlar bir-birini o'ldirish paydo bo'ldi. Nimadan? Hasad, ko'rolmaslikdan. Ko'rolmagan odamini g'iybatini qiladi, ig'vosini qiladi, orqasidan har xil bo'xton uydirmalarni to'qib chiqazadi. Iloj qilsa o'ldiradi. Uchinchi so'zim, hech qachon nomahram bilan, sizga mahram bo'lmagan begona ayol bilan yolg'iz o'tirmang. Ikkalovlaringizni o'rtangizda o'zim elchi bo'lib zino qildirtiraman. Zino shunday kasofat ishki, ertaga haniq bo'ladi degan yaxshi ishni yo'q qildirib yuboradi. Insonlarni niyatiga yetkazdirmaydi. Insonni nopok qilib qo'yadi, qalbini qoralaydi. Hech qachon zinoga qadam qo'ymang. Nomahram bilan yolg'iz o'tirmang. To'rtinchi so'zim deganda Alloh to'xtatdi. Ey Musa, endi aldashni boshlaydi. 3 ta haq so'zni gapirdi. Buyog'iga endi ishonchingizga kirib, yolg'onga adashtiruvga boshlaydi. Shunaqa insonlar bor, shaytoniy insonlar. Rosa ishonchga kirib olgandan keyin, ildizingizni bilib olgandan keyin, tomiringizga bolta uradi. Ular
shayton sifatli insonlar. Amir Temur sohib qiron yangi podsho bo'lganda ikkita zo'r olimni bir sinamoq uchun shikorga taklif etdi. Biri Abu Said Baraka, ikkinchilari nihoyatda o'sha zamondagi yetuk alloma olim. Otda uchalovlari bir tekizda ketayotganda Abu Said Barakani oti oldinroq ketib qoldi. O'rni keldi dedi-da Amir Temur allomaga qarab, bu Abu Said Barakani ja zo'r olim, taqvo, avliyo deysizlar. Men podsho bo'lsam, siz bir alloma bo'lsangiz mensimasdan ketib qoldik. Shohim, bu insonga Alloh shunday ilm berganki, osmonga uchib ketmayapti hali ham. Bu zotni o'tirgan oti bu insonni ulug'ligidan osmonga uchiydi deb tez ketib qolyapti. Bu inson bilan hamzamon bo'lganimizdan Allohga shukr qilaylik. Juda taqvo olim odam. Otni bir qamchilab Abu Said Barakaga yetib olgan Amir Temur so'z boshladilar. Bu allomaja olim, avliyo deysiz, bizni mensimasdan bir ot bilan yetib olay demay orqada kelyapti. Bu qanaqa odam o'zi? Abu Said Baraka aytdilar: Amirim, bu insonni ilmi shu darajadaki haliyam yer zamin ko'tarib turibdi. Bu zot mingan ot bu odamning ilmi-yu taqvosini ko'tara olmay sekin kelyapti-da. Bu inson bilan hamzamon bo'lganimizdan Allohga ham sano aytaylik. Alhamdulillah dedi Amir Temur. Olimlarim ittifoqkan, albatta fuqarolarim ittifoq bo'ladi. Agar olimlarim noittifoq bo'lsa, fuqaro undan battar bo'ladi. Endi bemalol yurish qilsam bo'larkan, yengilmayman. Ittifoqlikda, do'stlikda juda gap ko'p azizlar. Hazrati Anas raziyallohu anhu rivoyat qiladilar. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam sahobalarga aytdilar: Jannatiy odamlarni aytaymi sizlarga? Ori ya Rasululloh, ayting. To'g'ri, pok, soddadil odamlar jannati bo'ladilar. Bir birodari uzoq joyda kasal bo'lib qolgan bo'lsa, shu birodarini fi sabilillah ko'rgani, ziyorat qilgani, borgan odam jannati bo'ladi. Jannati aniq ayollar ham aytaymi? Jannatiyligi aniq bo'lgan ayollar aytaymi dedilar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Ayting ya Rasululloh. Eriga do'st, erini haq huquqini o'zinikidan ham qattiq e'tiborga olib hurmatlaydigan, bolalari ko'p, har bir bolasiga mehri muhabbati kuchli bo'lgan, eri g'azablanganda, bir narsadan asabi buzilganda eriga shirin so'zlarni gapirib erini tinchlantiradigan ayol haqiqiy jannat